Toshkentdagi xususiy klinikada reklama evaziga liposuksiya qildirgan bloger Komila Abduqodirovada operatsiyadan keyin nekroz yuzaga keldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizdan uzoqlashmang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va obuna bo'lishni unutmang. Eng tezkor va eng so'nggi yangiliklarni faqat bizning kanaldan topasiz. Instagramda ko'kosh taxallusi bilan vaynlar suratga oladigan 33 yoshli bloger Komila Abduqodirova Toshkentdagi xususiy klinikada liposuksiya va abdominoplastika amaliyotlarini boshdan kechirganidan so'ng operatsiya asoratlari bilan kurashmoqda. Men 3-mart kuni abdominoplastika va liposuksiya operatsiyalarini qildirgandim. Shu bilan 25 kundan buyon yotibman. Operatsiyaning ertasi kuni qornimdagi qora dog'ni ko'rib, shifokordan "Bu nima?" deb so'rasam, "Gematoma" deb javob berishdi. Ya'ni qon talash bo'lib qolgan, ketadi deyishdi. Shu bilan oradan 25 kun o'tdi. Lekin qora dog' ketmadi. Shundan so'ng xavotirlanib boshqa doktorlarga murojaat qildim. Ular esa bu nekroz, zudlik bilan qarating deyishdi. Keyin men bularga aytib, janjal qilganimdan so'ng e'tibor qaratishdi. Qora joyini olib tashlanglar dedim. U narsa olib tashlanganidan keyin hozir qornim ochilib yotibdi. Men apparatga ulab qo'yishgan. Sizlardan iltimosim, bu klinikaga umuman kelmanglar. Meni operatsiya qilgan bola 2002-yilda tug'ilgan. Hujjati ham yo'q ekan. U hali talaba. Operatsiya xonasiga umuman kirishi mumkin emas. Qo'pol qilib aytganda, ular qassoblik qilishdi. Bu klinikaga qo'limizni bog'latish uchun ham kelmang, deydi Komila Abduqodirova. Med-konsultant xususiy klinikasi tomonidan berilgan ma'lumotnomada Komila Abduqodirovaga qorin teri osti yog' qavatini naychalash, liposuksiya, abdominoplastika amaliyoti bepul o'tkazilgani qayd etilgan. Amaliyotdan keyingi davolanish jarayonida bemorga berilgan tavsiyalarga ko'chaga chiqmaslik, mashina haydamaslik, energetik ichimliklar ichmaslik rioya qilmasligi oqibatida jarohat sohasida yallig'lanish va terida taxminan 5-6 santimetrli to'qimal nekrozi yuzaga keldi. Shundan so'ng bemorga amaliyotdan keyingi nekroz to'qimalarni olib tashlash, yaraga manfiy bosimli davolash tizimi qo'yildi, deyiladi ma'lumotnomada. Komila Abduqodirova bu gaplarga e'tiroz bildirdi. Men qachon ko'chaga chiqibman? Ko'tar kamerangni. Nima uchun noto'g'ri ma'lumot yozib qo'ygansizlar? 2-3 kundan buyon menga tuhmat qilib kelyapsizlar, deb gapirdi. Bundan tashqari, bu klinikaga boykot e'lon qilinishi kerakligi va bu yerda o'z mutaxassisligi yo'q va hozirgi kunda student o'quvchilar ishlayotganligi haqida ham gapirib o'tdi. Operatsiyaga qatnashgan boshqa doktorni esa detskiy ortoped bo'lib o'qiganligini aytib o'tdi. To'g'risini aytsam,
ular qassoblik qildi, deydi. Bu klinikaga reklama qilganligim uchun. Meni deb reklamaga ishonib kelmanglar, deb ta'kidladi Komila Abduqodirova. Komila Abduqodirovaning yaqinlari uni Turkiyaga olib ketib, o'sha yerda davolatish choralari ko'rilayotganini aytmoqda. Kokosh Instagramda 455 ming obunachiga ega. U asosan kulgili vaynlar suratga oladi. 2024-yilning dekabr oyida xuddi shunday amaliyotni boshdan kechirgan aktrisa Halima Ibragimova teri bitmasligi oqibatida vafot etgandi. Aytgancha, Halima Ibragimova qaysi klinikada ushbu amaliyotni o'tagan edi? Javoblaringizni kommentariyada yozib ketsangiz, sizdan mamnun bo'lamiz.